Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugun boshladik yana. Bolgarlarimiz mana shunaqa holatda. Hozir 15 minutda uychiga Ne'mat tog'amga uzishni boshladik. Ne'mat tog'a mana shu holatda. Bolgarlarimiz mana shunaqa holatda mana. Holati yaxshi, xudo xolasa pokiza. Bu baqlajon mana. Bu baqlajon. Holati shunaqa. Buni superlasishga. Mana. Shu holatda superlasishga bor. Mana. Mana Ne'mat tog'a. Shunaqa holatda mana. Mana shunaqa holatda terilib beriladi mana. Shivada va qo'l mana boshlandi shu holatda mana. Bo'lbam ko'chada yana dahshat bo'ldi bu yog'i. Eng past joyini siz mana shu yerni diyordingiz mana. Eng past mayda uzamiz degan joy mana shu yerda. Mana shu yerni ham qarang. Ko'chada dahshat bo'lib turibdi mana. Xudo xolasa. Ko'chat xudo xolasa mana. Malol 50 mingta chiqadi. Sizga 15 mingta mana shu yerning o'zidan chiqadi mana. Mana shu yerning o'zidan chiqadi. Eng past degan joyingizdan mana shu yerdan o'zi 50 mingta chiqadi. Mana shu holatda. Yana kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, bor ko'chatlar. Ko'chat xudo xolasa ishonchli, bexijolat. So'raganlarga beramiz buni. Shu holatda. Gurpillab turibdi. Ovor bekonadan maza qiladigan bo'lib turibdi mana xudo xolasa. To'qson yettilik 272 73 13 Ne'matjon desanlar, "Voy ko'chat bor, kelaveringlar" deb qo'yamiz.